Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Hozir qishlog'imizdan ertalabda kichkina video obzor qilib boryapmiz do'stlar. Bu o'sha o'zimizni Mingbuloq tumanidagi mahalla faoliyatidagi mahalla tibbiyot punkti. Bugun yakshanba, bugun ishlamaydi, dam olish kuni. Bu esa do'stlar o'zimizni o'qib bitirgan maktabimiz. 18-o'rta maktab oldin. Bu G'afur G'ulom nomidagi maktab bo'lgan bu. Ko'rib turganlaringdek do'stlar. Yana 18-maktab G'afur G'ulom degan nom olingandan keyin 18-maktab o'zi qolgan. Mana do'stlar, bu yerlarda shu bir vaqtlar o'zimiz ekkan archalar mana 98da ekilganmikin, barchalar aniq esimizda yo'q. Mana shu dargohda o'qib bitirib chiqqanmiz. Ya'ni biz 91-yil bu maktabimiz bitgan. O'shanda o'qishga kirganmiz, 1-sinfga qabul qilinib 6 yoshdan 2003-yilda bitirganmiz.